Kitoblar haqida 3 ta fun fact. Dunyodagi eng qimmat kitob 1994-yil Christie's auksionida Bill Gates tomonidan 30 million 800 AQSh dollarga xarid qilingan. Aniqrog'i bu kitob emas, bu Leonardo da Vincining 16-asrda yozgan kundaligi bo'lgan. U yerda u ilmiy kuzatuvlar, chizmalar hamda fikrlarni 72 betga jamlagan va eng qizig'i bu kitob faqat ko'zgu orqali o'qiladi. Hozirda bu kitobning narxi taxminan 80 ming dollar. Ikkinchi fakt: zanjirband kutubxonalar. Avval kitoblar shu darajali qimmat bo'lganki va ularni o'g'irlash jinoyat hisoblangan. Va aynan shunaqa sabablar orqali kutubxona kitob muqovalarini zanjir bilan kutubxona ustunlariga bog'lab qo'yishgan. Yonidagi stolda o'qishga yetarlicha daraja uzun bo'lgan va shu tariqa kutubxonadan olib chiqish iloji yo'q edi. Bunga namuna qilib Angliyadagi Holiford ibodatxonasining kutubxonasi haligacha saqlanib qolgan. 3-fakt: bibliosmiya, ya'ni kitob hidiga muhabbat. Olimlarning tadqiqotlari bo'yicha eski kitob varaqlaridan vanil, bodom hamda o'tlarning aralashmasiga o'xshagan hid tarqalib chiqargan. Ma'lum bo'lishicha, kitoblar hidi inson miyasidagi xotira markazini faollashtirar ekan. Shu sababli biz kitob o'qiyotganimizda nostalgiya hamda baxt hissini olar ekanmiz. Bu faktlarni siz qaysi birini bilardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Hamda bu videoni o'sha kitobxon o'rtog'ingizga yuborib qo'ying. Kalibr Books'ga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.